Tushda ekskavator ko'rishning ta'birlari. Ekskavator ishlayotganini ko'rish hayotingizda eski odatlarni, zararli munosabatlarni yoki keraksiz yuklarni yo'q qilish jarayonidasiz. Siz yangi bosqichga o'tishga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Ekskavator haydash yoki boshqarish. Bu siz hayotingizdagi muammolarni faol hal qilayotganingizni anglatadi. O'z qo'lingiz bilan o'zgarishlar qilmoqdasiz. Ekskavator biror narsani buzayotgan bo'lsa, eski ishlar, loyihalar yoki munosabatlar tugamoqda. Bu sizni siqayotgan narsalardan qutulish istagingizni bildiradi. Tuproq kavlayotgan ekskavator. Bu siz chuqur o'ylayotganingizni, o'zingizni anglash yoki sirlarni ochishga harakat qilayotganingizni bildiradi. Ba'zida bu tush ichki izlanishlar belgisi ham bo'lishi mumkin. Ekskavator to'xtab qolgan yoki ishlamayotgan bo'lsa, siz o'zgarish qilishni xohlaysiz, lekin ichki yoki tashqi to'siqlar bunga xalaqit bermoqda. Bu qaror qabul qilishdagi ikkilanayotganingizni bildiradi.